O'zbekiston bayrog'i. Biz bayroq ko'targanimiz yo'q. Mikrofon ham qo'yganmiz, baqirganimiz yo'q. Biz tinch namoyishni o'tkazdik. O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston ramzi, millatni, davlatni ramzini shunday yoyganda, nima uchun O'zbekiston fuqarosini O'zbekiston bayrog'ini ko'targan O'zbekdan Germaniya politsiyasi himoya qilib, atrofini aylanib olib, qo'riqlash kerak xavfsizligini uyatsizlar Mirziyoyev. Ha? Nima uchun seni tashlagan bayroq ko'targan obonchilaringdan mana bu yerdagi erkin fikrli 3 ta o'zbekni Germaniya politsiyasi xavfsizligini himoya qilishi kerak sendan Germaniyada turib. Uyalmaysanmi? Siz nima demoqchi edingiz? Men endi mening o'sha ko'rganimni qo'shimcha qilmoqchiman. Marhamat. O'sha 8-kuni men Bonga 7-may kuni yetib keldim. Bu yigit Dilshod ikkalamiz yozishdik. Men aytdim, men etga borsam, Bonni bilmayman, ko'rmaganman. Tili ham dedim, nemis tili tushunmayman, qolib ketaman-ku desam, opa, xavotir olmang, Muhammad Amin aka menga topshirgan. Men sizni kutib olaman, bemalol kelavering dedi. Keyin avtobusdan tushdim. Bular bitga olib keldilar Muhammad Aminni gostinitsaga. U kuni erta qolgandan keyin ertasiga endi piketga chiqadigan bo'lib keldik. Nima avtobusda kelayotganimizda haqiqatan ham deb hech kutilmagan narsa bizani O'zbekistonda politsiya degan militsiya masalan kelinglar, men sizlarni qo'riqlayman deb aytadimi? Ikki dunyoda ham aytmaydi. Bularga telefon jiringladi. Aytdiki, qayerdasizlar? Nimaga kelmayapsizlar? Piket boshlanishi kerak edi-yu, biz xavotir olib sizlarni kutib turibmiz dedi. Keyin mana bular aytdilarki, 10 minut orasida yetib boramiz dedi. Borsak, haligilar salomlashib, joyini ko'rsatib, mana masjidga plakatinglarni yozasizlar, mana bemalol o'tkazaveringlar. Agar kechasi bilan qolaman desanglar, chodir qilib, palatka qilib, shu yerda qolsanglar, biz sizlarni qo'riqlaymiz. 24 soat qo'riqlaymiz dedi. Keyin endi birinchi kuni haligi ikkitasi bularga telefon qilib, aka ukalarimiz, biz ham boramiz sizlarga bir o'tirib osh qilib beraylik sizlarga degan bolalar yo'q. O daryoda ikkitasi ochki taqib o'tiribdi. Keyin biza ko'nglimiz sezdi. Hali bir begona odam degan. Keyin men bularga aytdimki, siz bir telefon qilib ko'ringchi, siz aytgan azamat kelyaptimi yo'q kelmaydimi desam, nima dedi? Ha, yo'q, biz band bo'lib qoldik, vaqtimiz bo'lmay qoldi, uzr, boshqa kun kelamiz deb shunaqa deyishdi. Ungacha o'sha bizni adresni qayerda turganingizni anaqasini tashlang dedi. Nima deydi? Geolokasi, ha. O'sha manzilingizni tashlang dedi. Manzilimizni tashladik. Ular hop dedi. Bir yaqin kelgunimizcha telefonlashdik, gaplashdik. Endi bu shunaqangi bir uyushtirilayotgan narsa. Obonchilar, bunaqa maxsus xizmatlar o'sha yerda yashaydi. O'sha qilishar ekan, ular qayerdaligingizni. Men aytmoqchiman-da, Mirziyoyev va uning hukumat boshqaruviga o'zi sizlarni bilib bo'ldi o'zi. Nafaqat Germaniya, butun Yevropa kimliklaringni va qanday qilib obonchi tashlashlaringni bilib bo'ldi endi. Sharmanda bo'ldinglar. Toki men Yevropada ekanman, bundan keyin ham kirdikorlarning fosh bo'laveradi. Ishonchiz komil bo'lsin. Ketyapti ikkitasi, endi haligi politsiyalar bizani kuzatib turibdi, ularga o'tirgan. Ketyapti o'zicha. Hey, hech kim yo'q. Qo'lini ko'tardi. Qo'lini ko'tardi. Endi go'yoki birov bilan gaplashayotganday bo'ldi. Baxshi sharmandalik. Shunday, xuddi shunday. O'zbekiston g'ordiylarga otxona qilmoqchimiz sizlar Germaniya. Sharmandalik. Politsiya biladi. Bitta bayroqni yozganlaringdan O'zbekiston bayrog'i. Biz bayroq ko'targanimiz yo'q. Mikrofon ham qo'yganmiz, baqirganimiz yo'q. Biz tinch namoyishni o'tkazdik. O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston ramzi, millatni, davlatni ramzini shunday yoyganda, nima uchun O'zbekiston fuqarosini O'zbekiston bayrog'ini ko'targan O'zbekdan Germaniya politsiyasi himoya qilib, atrofini aylanib olib,
qo'riqlash kerak xavfsizligini uyatsizlar Mirziyoyev. Ha? Nima uchun seni tashlagan bayroq ko'targan obonchilaringdan mana bu yerdagi erkin fikrli 3 ta o'zbekni Germaniya politsiyasi xavfsizligini himoya qilishi kerak sendan Germaniyada turib. Biz tomonga Uyalmaysanmi? Biz tomonga qarab yurishdi-da. Keyin himoyaga o'tdi. Keyin qarang, endi bu o'tdi o'sha kuni. Endi 9-may keldi. 9-mayga biz kelsak, endi plakatlarni yozib o'tirdik. Qora futbolka kiygan kishi kelib, "Men jurnalistman. Men sizlardan intervyu olmoqchiman. Sizlar qayerdan keldinglar? Sizlarning partiyanglar bormi?" deb gapirganda, bular aytdilarki, bizning partiyamiz bor, mana Taraqqiyot partiyasi. YouTube'da borligini ko'rsatdi, YouTube kanallarida borligini. Keyin ko'rsatganlaridan keyin yana haligi nima dedi? Nimalar juda yaxshi bemalol dedi. Keyin u bir mahalla haligidek podaga o'xshab anavlar keldi. Bayroqlarini ko'tarib, kichkina bayroqlar. Obonchilar deymiz endi. O'zbekiston Mirziyoyevning obonchilari. Kelib Bayroq ostidagi. Bayroq ostidagi. Neriroqda endi ikki ko'zi biza tarafda. Agar politsiya bo'lmasa, bizlarni urishar edi. Ha. Xantash qiladi, uyushtiradi, urush qiladi. Keyin jamoat tartibini buzdi deb sizlarni olib ketib, o'sha namoyishga xalaqit berish maqsad. Albatta. O'tkazmaslik. Shu 3 kishiga ham Mirziyoyev shunaqa ishtoningga iching o'tadimi shu 3 kishidan ham. Yo'llanma politsiyani oldimi? O'sha kelib bizga baqiryapti. Sen bu yerda nima qilma, o'zbekcha gapirma, nemischa gapir deyapti. Men bu yerda o'zimizni fikrimizni aytyapmiz. Ana mana jurnalist yo'q, nemischa gapirmasang men olmayman intervyu demadi-ku. O'zingiz tilingizda erkin gapiring, men intervyu olaman. Mahalliy xalqni eshitishim kerak. Ma'noli dedi, gapiringlar. Men dedi, shuni dedi, yetkazaman dedi. Google'dan tarjima qilib xalqimga yetkazaman dedi. Demak, soxta politsiyani ham olib ketdi Mirziyoyev amanchilar. Uni qanchaga sotib oldinglar, soxta politsiyani, ha? Xalqqa qarshi ishlatish. Doktor ketdi ular. Yana endi qarang, o'zbekni puli mana shu bekorchilarga ketyapti. Bechoralar, men bechora emasman, Xudoga shukr. 3000 pensiya olaman. O'sha pensiya bilan xohlagan joyimga boraman. Ular kim menga? Men ertan chiqib ketganimga 18 yildan oshdi. Men bularga bo'ysunmayman. Bo'ysunmaganman. To'g'ri. Chunki men bulardan na Karimovdan, na Mirziyoyevdan ro'shanlik ko'rgan emasman. Ikkita bolamni men mana shu yerga kasal holatda olib kelganman. Bular operatsiya qilib, o'qitib, odam qildi. Mana ishlamaganman. 3000 pensiya beryapti. O'zbekistonda tushida ham ko'rmaydi unaqa narsani. 3000 pensiya bu 100 million degani. Ha? 100 million. Ha, endi qarang. Hozir men eshityaptim, odamlar shu paytda 420 ming pensiya olar ekan. Ha? U dahshat. Ha? Bular millatlarni olib qatlagadir yashiryapti. Millatlarni olib Xitoyni olib kelib qo'ydi. Yo'q, 100 million emas, 40 million. Adashib ketdim. 40 million bo'ladi. Endi bular qarang, o'zimizni xalqimiz bechoralar, haligi bolalarimiz noilojlikdan o'rislarni kaltagini yeyishini bilsa hamki, nima qilsin endi? Bola chaqasini boqish kerak. Yarimta non uchun Rossiyaga ketyapti. Bu Xitoyni olib kelib qo'ydi. Umuman xalq bilan ishi yo'q. Yana undan tashqari haligi Surxondaryoda gaz yerdan sizdirilib chiqdi. Biron marta Mirziyoyev shu xalq, meni xalqim zaharlanib o'lyapti hozir. Bo'g'ilib o'lyapti ekan odamlar. Biron marta chiqib ko'rinish berdimi? Yo'q. Bularga xalq kerak emas. Men o'shanda tushundim. Max, mana Dok Maxdan ayollar yozdi, bolamiz o'lyapti, o'ldi ham dedi. Lekin ularga men eshitishimga qaraganda kvartira yana pul, mashinalar va'da qilgan ekan. Aldash, shu ovozini o'chirishda sotib olmoqda. Sotib olgan ham, lekin hech narsa bermagan. Endi men o'sha narsalarni ko'rib yurganim uchun menga endi odamlar mag'zava ag'daryapti. Bu o'zi haligi tuhmat qilib kvartira, yaxshi kvartira olmoqchi. Menga kvartira umuman kerak emas.
Xudo berib qo'yibdi menga 2 xonali uy. Hamma sharoitimdan yetadi menga o'sha. Yozishyapti, pullarni qayerdan olishyapsan? Masalan, berayotgan o'sha men ham pensiya yoshidaman. Menga masalan o'sha yurishimizga yetadi. Xudo xolasa Alloh qodir qilsin, qayerda bo'ladigan bo'lsa, Yevropaning qaysi bir davlatda bo'ladigan bo'lsa, albatta elchixonalarning oldida, mana endi bundan keyin elchixonalarni oldida tashkillashtiramiz bu narsani. O'zbekiston elchixonasining oldida paraket yotamiz endi. O'sha mana yoz bo'lyapti bundan buyog'i. Odamlarni ko'proq jalb qilamiz. Albatta biz bu narsalarni qilamiz. Chunki biz Yevropada turib, shu narsalarni qilib, mana Ukrainaning urushidan chiqqan, tashqariga chiqqan xalqi Yevropada, Amerikada yurib norozilik namoyishini bildirgani uchun Ukrainani butun dunyo himoya qilyapti. Endi qarang. Bizlarni o'zbeklarni haligi cho'ntagiga narkotik tiqib, qo'rqitib, qamab, haligi shartnoma tuzib, go'yoki kvartiramdan ta'minlayotgandek, qo'liga grajdanstvo berayotgandek, haligi shartnomalarga qo'l qo'ydirib, aslida bittasi kechagina yig'layaptiki, O'zbekiston pasportini ham olib qo'ygan bular. Na Rossiyaning pasporti bo'lyapti, na O'zbekistonniki. Ana. 1200 ta odam yuborgan. 1110 ta. O'shandan bir haftaning ichida 109 tasi o'libdi. Ey Mirziyoyev, sen Mirziyoyev emas, Mirziyonsan. Sen butun xalqi boshiga kelgan balosan. Seni farzandlaring yuribdi, semirib, o'ynab. Kuyovlar bormi urushga? Kirib, $100,000 arzimagan xalq nimasini, futbolkasini xalq ustidan olib. Seni bolalaring borsin. Seni kuyovlaring, erkatoylaring borsin. Shunchalik ham vijdonsizmisan? Men eshitganman, prokuraturaga haligi rus ana tepada o'tiradigan amaldor sizlarni nima uchun haligi yoshlar, muhojirlar betda yuribdi desa, prokuraturadan aytibdiki, nima qilsanglar qilaveringlar, ular bizga kerak emas debdi. Puli kerak, o'zi kerak emasmi? Qanchasi o'lib ketyapti. Biron marta Mirziyoyev chiqib, bu men prezidentman. Sen prezident bo'lsang, sen yurtimizni otasisan. Biz seni farzandimiz. Sen bizani himoya qil. Ko'ksingni qalqon qilib tur. Nima uchun sen Ukraina emas, Rossiyaga sotilding? O'zbekistonning paxtasini ham beryapting, pulini ham beryapting. Biz hech narsani bilmaymizmi? Hamma narsani bilib turibmiz. Ertaga mana Andijon qirg'inini nishonlaymiz. O'shada nishonlash emas, uzr, xotiralaymiz. O'shanda mana sanksiyaga kiritilgan quturgan it Zokir Almatov, G'ofir haligi maqtagan do'stlari. G'ofir u ham sanksiyaga kiritilgan Interpolda. Salimboy qamalibdimi? Kunduzi ketib, damini o'ynab, shaxmat o'ynab, shashlikni yeb, bemalol uyiga qaytib keladi. Shular qamaladimi? Hozir men Gulnorani ham hattoki qamoqda o'tirganiga ishonmayman. Nomi qamoqxona. U xohlagan ovqatini yeydi, xohlaganini kiyadi, nomi. Agar shu narsalar bo'lganda, mana shu hozirgi ana u oxirgi ozodlik surishtiruvi bo'yicha mana qamaldi-yu, Allamjonovni anaqa narsa bo'yicha uyushtirilgan. Bu yolg'on xalqni aldash uchun. Mirziyoyev kuyovlari ham qamalish kerak edi. Albatta. Otalar ham qamalish kerak edi. Soppa-soq kirgan, men o'g'limni gapirmayman. Chunki sizlar o'g'lim o'zi menga doim qulog'imga lag'mon osib keldinglar, aldadinglar. Bir umr sizlar do'zaxda yonasizlar. Men buni bilaman. Iloyim 1 yil 2 bo'lmasin. Meni bolamga tikilgan ko'zinglar oqib chiqsin. Mana faqat shuni deyman. Endi Abduqodir Mo'minov, jurnalist, u nima qildi? Kimga nima yomonlik yetkazdi? O'sha bir ko'zidan ayrilibdi. Endi yana undan tashqari haligi Olimjon Haydarov, uni ham bir og'ir joylarda ishlatayotgan ekan. Sizlar jinoyatchisizlar, sizlar oppoq bo'lib, sizlar to'rida o'tiribsizlar. Haqqa gapirgan blogerlar, ayollarimiz, onalarimiz, ko'kragi saraton bo'lganlar qamoqda o'tiribdi. Vijdonsizlar sizlar. Bashorat opa, onalar sifatida ayting, mana shu Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Kenne 12 joyga ko'chibdi.
Toshkentga sig'mayapti shu ayol. Sig'dirmayapti. Sig'dirmayapti Toshkent. Chunki onasi bo'lgani uchun. Shu Abduqodir Mo'minovning onasi bo'lgani uchun Abduqodir Mo'minov nima qildi? O'sha kuyovlari xalq uylarni tortib olib, gektarlab yerda o'sha markazda, qaysi nima, Mirzo Ulug'bek tumanida. O'sha odamlarni uydan chiqarib olib, kadastrlarini yo'q qilib, 1 gektar 2 gektar yerni sabohat onalarga, o'sha onalarga bunaqasini ayting. Onasi bechora operatsiya bo'ldi. Soppa-sog' yurgan ona. Qarang, Abduqodir Mo'min nima qildi? Shu onasi jabr ko'rish kerakmi? Endi qarang, men bularni shunchalik menga jon kuydiradi deb o'ylamadim. Bilmas ekan, hali jurnalist kelib o'g'limni bu kim degandan keyin meni bolam dedim. 25 yil, 32 yildan beri dedim qamoqda. Buni men o'ligini ham, tirigini ham bilmayotganim yo'q. Kechagi jurnalist aytibsizmi? Nima jurnalist? Yordam beringlar dedim. Menga aytdiki, mayli dedi. Nemis tilini bilmas ekansiz, anaqa o'zbek tilida gapiravering, telefonni tutqizib qo'ydi. O'zim tarjima qilaman dedi. U yoqdan bir ayol aytdiki, biz sizni his qilyaptik ona sifatida dedi. Sizga sabr bersin dedi. Lekin aytdiki, qisqaroq qiling, chunki bizani vaqtimiz yetmaydi uni o'qishga dedi. O'shani berdim. Keyin men aytdim, nima qilasizlar sizlar buni desam, biz butun dunyoga yetkazamiz dedi. Mana jurnalistlar shunaqa nimaga egada, ular chegara bilmaydi. Kerak bo'lsa o'sha jurnalistlar bo'lganmi? O'zini maxsus mutaxassislarni O'zbekistonga ham yuborish mumkin. Keyin endi qarang, haligi endi nima deb tushuntirsam ekan deb fikrlab turibman. Ichida bir yoshrog'i, men aytdim, siz bu parlez français desam, oui dedi. Un petit peu dedi. Ozgina degan. Keyin dedi, nimaga ular dedi, sizlar qo'shilolmayapsizlar dedi. Men aytdim, ils ont contre pour nous dedim. Bular bizga qarshi dedim. On est démocratique. Ils ont pas démocratique, diktator dedim. Keyin nima qildi dedi, haqiqatan ishondi. Chunki ular bizga qo'shilmasdan bayrog'ini hilpiratib turibdi. Uyat o'limi shunaqa joyda hamma butun dunyo Zelenskiy deb bor pulini yordamga tikyotgan paytda bu Putinning yonida Putinni quchoqlashib o'tiribdi. Quloqga shivirlayapti, xuddi bir o'zini mashqasini singan. Bu juda bir alamli narsa. Bu diplomatiyada bunaqa narsalar yo'q. Ko'rishdimi? Bo'l, tamom. Hali ko'rishtirgan yana quloqiga pichirlayapti. Muhammad Amin aka, Bashorat opa, vaqtni inobatga olamiz va agarda haqiqatan ham o'zbekistonliklar Yevropada Andijon qirg'inidan jabr jafo chekib yurgan bo'lsa yashab, ertaga 13-kuni Germaniyani o'sha Bonn shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining binosini oldida soat 10 dan 15 gacha kutamiz.